Jardin turdan premium Antalyada dam olib, ketidan Istanbulda dam olib kelmoqchi bo'lganlarga mega skidkalar. Ya'ni aynan sezonda iyun oyi uchun 5 kun maza qilib Seven Seas Palmeras Ultra Surf Включено otelda dam olib, undan keyin 3 kun Istanbulda dam olib kelish sizlar uchun nech pulga tushadi deb o'ylaysizlar? $1150 ichida hamma narsa kiritilgan. Istanbulga borganingizda Bosfor bo'ylab kemada sayohatimizni va eng yaxshi qimmat ekskursiyalar sizlarga sovg'a sifatida beriladi. Antalyada ham Ultra Surf Включено bo'lgan, yeb-ichish VIP bo'lgan eng zo'r men yaxshi ko'rgan mehmonxonada dam olasizlar. Tezlik bilan ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilib, o'z joyinglarni band qilinglar va yozda Antaliyada dam olish bilan boshlanglar. Sizlarni kutib qolamiz.